Hukumat topshirig'iga binoan Farg'onada tabiiy gazni ko'chma konteynerlarda yetkazib berish loyihasi yo'lga qo'yilmoqda. Loyiha O'zbekneftgaz va Xitoy kompaniyasi hamkorligida amalga oshmoqda. Buning uchun Xitoy Xalq Respublikasidan mana bunday tashuvchi transport vositalari va 150 ta mana bunday konteynerlar olib kelingan. Ular tabiiy gazni hududlarga tashishga xizmat qiladi. Har bir konteyner o'rtacha 300 ta mashinani metan bilan ta'minlay oladi. Demak, loyiha to'liq ishlaganda kuniga 15 ming ta avtomashinaga gaz yetkazib berish mumkin bo'ladi. 50 ta konteyner gaz tarqatadi, 50 tasi yo'lda bo'ladi, yana 50 tasi Beshariqda qurilayotgan maxsus stansiyada gaz to'ldirayotgan bo'ladi. Ya'ni tabiiy gaz Beshariqdan vodiy bo'ylab tarqatiladi. Gazni tashish stansiyadagi qurilish-montaj ishlari yakunlangach boshlanadi. Aytgancha, mazkur loyiha qishda metan bilan bog'liq muammolarga 100% yechim bo'ladi degani emas, lekin har yilgi holatdan ancha yaxshi bo'ladi deb umid qilish mumkin.